Yo do'stlar, sizlar bilan albatta Bamos ornasi. Bugun sambodan video ko'rsataman va aytib ketaman bugun kim yutishini va kim yutar ekan. Bu final ekan. Finalda kim yutadi deb o'ylaysizlar, ko'k yoki qizil? Hozir ko'ramiz. Men bilmadim qaysi biri yutar ekan. Uydagilar bor. Sal ovozlar bor. O'yin tush boshladi bular. Zahvat olishyapti bir-birini. To'rt yarim minut o'tdi. Hali beri hech kim ball olgani yo'q. Zamichani ham olgani yo'q. Videomiz yoqsa obuna bosib o'tiringlar. Shundoq ko'rmasdan. Videolarimiz chiroyli chiqyapti. Yoqsa obuna bosib qo'yamiz. Hali hech qaysi ball olgani yo'q. Уже 3 minut 30 sekund o'tib ketdi. Sal qoldi uchib ketishiga. Menimcha bitta ko'k yutsa kerak. Oldingi videoda ham ko'k yutadi dedim, ko'k yutdi. Bugungi videoda kommentga yozib qo'yinglar endi. Qaysi biri yutadi? Qizil yoki ko'k? Qanaqadir qizil qo'rqib tushayotganga o'xshaydi, ko'k qiynalmayapti negadir. Shuncha hali beri hech qaysi ball olgani yo'q. 3 minut. O 1 ballmi yoki 2 ball? 2 ball bo'lishi kerak. 1 ball berishdi. 1-0. Ko'k yutyapti. Ko'k yutadi degandim, lekin baribir hali beri vaqt bor. Qizilda shans bor. Yutib ketishi mumkin. U sразу pat-patga pul ishladi. Lekin o'xshamadi. Obuna bosib qo'yamiz. 2 minut qoldi. Video tugagan. Kim yutadi? Baysal qoldi. Barmoq. Obuna bosib qo'yinglar. Sambomiz boshlanishiga. Boshlandi. Qotib qoldi sal. Ishladi qaytadan. Sal qoldi uchib ketishiga. Nimaga yerga qo'ymadi bilmadim. Lekin qizil ham o'zi uchib ketdi. Lekin qo'li bilan ishlab qoldi. Tushib ketgani yo'q. O'tvorsa bo'lardi, lekin o'tmadi. Zamichani bermaydimi? Zamichani berishmadi. Shunaqa joyda priyom ishlash kerak. Aytdim-ku. Qizil ishladi, lekin o'xshamadi priyomga.
Albatta endi kattalarda o'xshamasa kerak ular. Bir-birini qo'rqib tushadi. Qo'rqmaydi endi, sekin tushadi. Kichkina bolalarda esa shotlar ko'p bo'ladi. 4-8, 4-2 shunaqa bo'ladi-da. Kattalarda unaqa bo'lmaydi. 2-4 shunaqalar bo'ladi-da. Shuning uchun qanaqadir boshqacha. Qizil o'zi ahiliyat boshladi, lekin ko'k qattiq tortadimi bilmadim. Nimagadir oyog'ini qaytadan olib turib oldi. 10 sekund qoldi. Menimcha qizilda shansi yo'q. Bo'ldi, vaqt tugadi. Bu videoda ko'kitda yana men o'ylaganimdek bo'lib chiqdi. Ko'kitda va videomiz yoqgan bo'lsa obunani bosib qo'yamiz. Shuncha mehnat sizlar esa kichkinagina obuna tugmasini bosib qo'ysalar, sizlardan hech narsa ketmaydi. Videomiz tugashi bilan sizlarga o'zimni YouTube kanalimni ko'rsatib ketaman. Shuni ko'rsatib o'tay. Mana Vamos deb bosib qo'yganman. Mana bittagina podpischik yig'ibdi 131. Yana ko'paytirishimiz kerak mana videomiz. 300 ta podpischik yig'amiz, keyin kattaroq video qilish boshlaymiz. Hozir 8 minut, 6 minut shunaqa bo'ldi. Bugun o'zida 3 ta video qo'ydim. Sambo juda 2 ta. Bu 4-inchisi. Sambodan obuna bosib qo'yamiz. Chunki shuncha mehnat qilyapti. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Iltimos so'rab qolaman. Bo'pti do'stlar. Obuna bosib qo'yish esinglardan chiqmasin.